Anin sohib nochor oilalardagi bolalarni bepul o'qitadi. Ishonavering Anin, bu g'oyangiz chippakka chiqadi. Nafaqat o'zingizni, balki mana bu bolalarni ham hayotini barbod qilasiz. Hashaki ot derbi poygalarida ishtirok eta olmaydi. Uni vazifasi bozor chetida turib bolalarni 2 rupiyadan aylantirishdir. Tushunyapsizmi? Balki ilk bora 2 rupiylik tulpor marraga birinchi kelishini ko'rarsiz. Kun keladi. Biz eng uzun, eng baland, eng shiddatli sakrashni amalga oshiramiz. Kim men bilan sakraydi? Kim dedim? Men sir. Men ham sakrayman, sir. Siz bilan. Men ham sakrayman.